Assalomu alaykum, yuqori turuvchi idora rahbarlari. Men Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Bog'isharan mahallasi Erman qishlog'ida yashovchi Ashrafov Azamatman. Men sizlarga murojaat qilishimning asl maqsadi, men 2026-yil Sariosiyo tuman hokimi bizning mahallaga kelib sayyor qabul o'tkazganda, men u kishidan 20 stok dehqonchilik qilishim uchun ijara shartnoma asosiga yer so'ragan edim. U kishi menga 20 stok yer berishlarini va'da qilib, yordamchisiga topshiriq berdilar. Lekin Sariosiyo tuman hokimi bergan va'dasini bajarmadi. Bu haqda men bir necha marotaba o'zlariga va yordamchilariga murojaat qilganman. Lekin mening arzam qog'ozbozlik asosida javob qaytgan, lekin menga amaliy yordam berishmagan yer ajratish masalasi bo'yicha. Undan keyin men bu haqda yuqori turuvchi idora rahbarlari, shaxsan Surxondaryo viloyati hokimimizga murojaat qilgan edim. U kishining topshirig'i asosida men yashab turgan mahallamdan fermerning dalasidan 20 stok yer ajratib berishdi. Men ular ajratib bergan yerga o'zim pomidor ko'chat tayyorlab olib kelib shu dalaga yetishtirdim. Mana bugungi kunda pomidorlarim gullab, ba'zilari hosilga kira boshladi, maşalloh. Ba'zilari hosilga kira boshladi, lekin bizning mahallaga biriktirilgan fermer Murodov Mansur bir necha marotaba meni chaqirtirib borganimda, menga senga berayotgan yerim yo'q, meni dalamga hokiming ham xo'jayin emas, men ijara shartnoma asosiga olganman, xohlasam beraman, xohlamasam bermayman degan vajdanni keltirgan edi. Lekin fermerning gapi daji hokimga, daji yordamchilarga o'tdi. Menga sarson sargardonlik qilib yer ajratmagan edi. Bu haqda viloyat hokimimizga murojaat qilgandan keyin viloyat hokimimiz menga shaxsan o'zlari yer ajratib bergan edilar. Mana ko'chatlarim unib gullash darajasiga kelgan edi. Murodov Mansur men bilan o'chakib, sen ko'ray qanday ko'chat tayyorlaysan deb qasddan pomidorlarimga mana dori sepib, o't puritayotgan dorini sepib, meni pomidorim 2 palini uzunligi 200 metr mana qovjiratib tashladi. 2 pal pomidorimni uzunasi va 1 pal lo'yamni o'zimga tegishli bo'lgan ajratib bergan joyda mana o'qariq olganman. O'qariqning yoni 1 pal lo'yam, 2 pal pomidorimni qovjiratib o't sepayotgan dori bilan qasddan uyushtirib quritib tashladi. Sizlardan iltimos, menga yetkazgan zararni fermerimiz Murodov Mansurdan undirib bering. Shu maqsadda mana men sizlarga yana murojaat qilmoqchiman. Mana 1 palim uzunligi 200 metr, 2 pal, 1 pali mana 1 pali mana. 1 pal lo'yamni ham mana qovjiratib tashladi. Hozirgi kunda men ekkan ko'chatlar qaytib olib ekaman desam 1200 so'm har bir donasini aytishyapti. Men uni sotib olib ekishga mablag'im yo'q. Sizlardan iltimos, menga yetkazgan zararni fermerimiz Murodov Mansurdan undirib beringlar. Sizlardan iltimos va yana iltimos. Bu haqda Sariosiyo tuman hokimi yoki bizning mahallaga biriktirilgan mahalla raisi yoki hokimimiz yordamchisiga murojaat qilganim bilan foydasi yo'q. Ular qog'ozbozlik asosiga yana delamni yopishadi. Sizlardan iltimos va yana iltimos. Mana 1 metrga 4 dona ko'chat ekkan bo'lsam, ko'chatlari mana qovjirab, gullab, hosil bergan joyiga qovjiratib tashladi. Sizlardan iltimos va yana iltimos. Menga amaliy yordam berib, menga yetkazgan zararni Murodov Mansurdan undirib bering. Mana bu ko'chatlarim mana shunday gullab, daji hosil darajasiga kelgan edi. Hosil tuga boshlagan edi.
qasddan men bilan o'chakishib, meni ko'chatlarimni qovjiratib, quritib tashladi. Sizlardan iltimos va yana iltimos. Bu haqda menga amaliy yordam bering. Shaxsan o'zingiz amaliy yordam bering.